Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilar. Mana mashinani turishiga qaranglar. Такой идеальный, четкий состояние. Вообще mashina zo'r. Shkolat Changani bazasida yig'ilgan avatar bilan Mazda совместный hamda Changan bilan qo'shma ishlab chiqarilgan avtomobil emas. Mazda Easy 60 avtomobili bo'ladi. Bilsanglar, o'tgan galgi birinchi qo'ygan videomdagi bu mashinamiz keldi-yu, ertasiga sotildi. Bu mashinani keyin ko'pchilik ko'raman deganlar уже ko'ra olmay qoldi. Do'stlar, mana yana bitta sizlar uchun olib kelib qo'ydik, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rsanglar bo'ladi. Mazda Easy 60, 6 sidenli, Abdu Fabagrev ishlari katta monitorli, 21 diska, panorama tom, nima funksiya kerak bo'lsa, yangi texnologiya, hamma funksiyasidan bor. Do'stlar, ushbu avtomobilimiz hozir nalichida bitta dona bor. Mana orqalariga bitta ahamiyat beramiz. Bagajlari ham keng, orqa dizaynlari ham juda chiroyli ishlangan. Sportivniy, bilasizlar, Mazda dizayn bo'yicha bu mashinani mana orqada qoldiradigan mashina hisoblanadi. Do'stlar, kimga ushbu avtomobil qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi do'stlar. Bunaqa avtomobilimizdan xudo xolasa yana bitta partiyasi keladi, qora rasvetkasi. Agar kimga ushbu avtomobil kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Agar tanishinglarga mashina qanaqa mashina qidirayotgandir bo'lsa, mana Mazda juda ham idealniy gibrid avtomobil, 260 ot kuchi, zadniy ведущий bo'ladi. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mashinamiz Index bozorida D2 da joylashgan. Avtosalonimiz. Kelib tashrif buyurib, avtomobilni bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi do'stlar.